Notebookim yaxshi turibdimi? Вообще boru jonimga tegdi bu notebook qizib ketaverib. To'lada ichidan havo olyaptimi? Havo olyapti menimcha. Mana bu ham jonimga tegdi. Hamma narsa boru jonimga tegib ketyapti. Taq 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 qilaveradi. Вообще taqilmaydigan joyga qo'yib qo'yish kerak-da buni. Qaqib qo'ysam ekan ha. O, zo'r fikr keldi menga. Mana bu. Mana qo'yib qo'yaman mana. Aningni umuman taqillamaydi. Olimga qaraylik, o'tib qaytsam. Taq taq jonimga tegdi bolalar bunaqa anavi stol. Bu nima? To'xtanglar. Aytgancha barchaga salom do'stlar. Mani ismim Arnold. Bolalar uzr so'rayman, hozir adashib ketib qoldim. Adashib ketmam hozir. Tutalib qoldim. Mani ismim Arnold va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar yaxshimisizlar? Bolalar mendan so'rasanglar, bolalar hammasi joyida va shikalat. Bolalar, xo'p, qaranglar, kimdir mana bu yerga nimanidir tashlab ketibdi. Xo'p, qaysi blokni sindirasan, natijasini ertaga ko'rasan deyapti. Xo'p, bunda hozir bizga ikkita blok bor va bularni hozir bizga sindirishimiz kerak. Bittasini, to'g'rimi? Bu degani natijasini ertaga ko'rasan, qaysi blok sindirasan deyapti. Qaysi blokni yo'q qilmoqchisan demoqchi, to'g'rimi shunda? Okey, to'g'ri. Bo'lmasa mana buni buzamiz. Qani mana shu qolsinchi ertaga nima bo'lar ekan? Hozir buni ham buzsa, ikkovini ham buzib qo'ydi, what the hell deydi. O'zi asli kim buni tashlab ketgan? Menga shu narsa savol bo'lib kelyapti-da. Mayli, nima bo'lganda ham, xo'p, buni bunday qilib qo'yamiz. Yo'q. Buni mana bunday qilib qo'yamiz va to'xtaylik, bu narsani mana bunday qilib yondirib yuboramiz. Vay, hozir 5 minut. Hoppa, mana endi yondirib olamiz. Ajoyib. Hop, vay, вообще ochilib qoldi-yu, mayli chiqsa yo'q. Ana endi bolalar, biz hozir nima qilardik? Hozir merdorlikka borib, bilasizlar, bir ikkita energiya ampulini qilishimiz kerak bo'lar. Energiya yo'q-ku, mana pakeldan qilasan-ku desanglar, yo'q bola, mana notebookim uchun energiya kerak-ku bola. Yana sovuq bo'lyapti, gazga ham to'lash kerak. What the hell, hali menda bunchalik ko'p pul ko'p emas. Okey. Mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom Ardilkar. Короче, mer, mani ko'rishingiz mumkin sizga izimrudlar. Nima, menga sovg'ami? Yo'q, qanaqa sovg'a? Bu energiyaga to'lab qo'yasiz. Xo'pmi, mer, mayli, sog' bo'ling. Mayli, davay Ardil. Mayli. Bugun shaxtdan ketmaysanmi? Nima qildi? Bugun ish borda shunaqa Abdusher aka. Qanaqa ish? Mustarlarim tozalab yo'qolgan olimdan вообще men muzor borsiga o'xshayapmanmi mana? Tozalovchiga o'xshayapmanmi men? Hayotimda umuman unaqa tozalovchilik qilmayman. Bolalar, endi u ham yaxshi kasb. Prosta bolalar menga umuman yoqmaydi. Вообще mana bu polizlarga bo'lmayman, yana menga ahmoq qilib so'ray. Hop. Mayli. Короче, nima bo'lganda ham. Okey. Hozir men bosh suv ichib bo'lmasam bo'lmaydi. Qani ittiga hozir ittagacha qilib yuraychi. Qani nima bo'lar ekan, nima qilar ekan? Va ajoyib. Mayli, qani ittagacha yotibdilar. Ittagacha bo'lmaydi-da. Ittagacha. Yo mayli, ittagacha bo'ladi. Nima bo'lganda ham menga вообще qiziq emas. Mana shu qosinchi qani nima bo'lar ekan? Mayli bolalar, bo'lmasa men hozir kunimni o'tkazib va uxlab ertaga uyqudan turib qani nima natija bo'lganini ko'ramiz. Voy Ardil. Voy. Kim bu? Voy, tamam. Mani uyimmi? Bolalar, bu boyaki yashilchan tanlaganimga mani uyim shunaqa bo'lib qopti, izimrudli. Ardil. Boy, kim kelgani? Eshiklarim juda ajoyib, yangi bo'libdi eshiklarim. Voy Ardil, sen nimaga bunaqa izimrudlarni qayerdan olding? Qanday qilding? Nimaga uyingni bunday qilding? Senga nima? Men o'zimni izimrudlarim ishlab topgan pullarim nima? Sen nima ishing bor? Bizga izimrudlarning yarmini ber, tushundingmi? Nimaga berishim kerak men? Bizning izimrudlarimiz bu, sen o'g'irlagansan. Qani, isbotlab bormi? Qani, kim o'maribdi sen izimrudingni? O'g'irmagan bo'lsa ham bizga ber, tushundingmi? Biz ham uyimizni shunaqa qilmoqchimiz. Tushunmam. Вообще sizlarga tushunmam nima ishlar. Rostdan shunaqa qilmoqchimisizlar? Shunaqa, davay, ber bizga izimrudlarni ham. Xo'p, mayli, hozir 5 minut kutib turinglar, sizlarga izimrud beraman. Xo'p, parol 00001 12 izimrudlarni bularga izimrud berib bo'lmaydi. Hozir. Bularni zo'r qilib ahmoq qilmasam bo'lmaydi. Ana gul beraman, gul. Ajoyib. Bularga gul bergandan ko'ra bak, izimrud bergandan ko'ra mana sizlarga izimrud. Davay bu yerdan yo'qollaring endi. Nima, meni ahmoq qilyapsanmi? Ahmoq qilganim yo'q, yo'qollaring deyapman masalaga. Hozir masalan hammani olib ko'rsatib qo'yaman masalaga.
Bizga izg'urutlarni ber, bu yerga aytamiz. Hamma qishloqlar keladi hali. Yo'q, ko'rsataman kimlar kelishini. Mana sizlarga gul, mana gulingni ol, короче, yo'qolib ket. Yo'qolib ketsin, короче. Mayli. Bolalar, agarda hozir bular qishloqlar bilan kelsa, mana bu ahmoqlar, mana bu kallar. Agarda bular qishloqlar bilan kelsa, hammasi shunday urib qo'ysa, вообще yomon bo'ladi. Shu sababdan bola xavfsizligim uchun mana bu izumrudlarni ishlatishga majburman va uyimni mana shunday qilib o'rab qo'yaman. Mana bunday qilib o'rayman. Xavfsizliklar uchun qani ko'ramiz, qani kim kira oladi, kim bunday qilmaydi. Hozir shunday mana zakaz beramiz. Okey, mana zakaz berildi. Qani endi ko'ramiz. Pulini kelgandan keyin beramiz. Qaranglar, mana ideyam, mana shunday tortamiz narsa, bironta blok qanaqa bo'lsa ham mana shunday tortamizda, keyin bu yerlardan narsalar qo'yib, bir nimalar qilib, mana qilib ko'rsamanda, keyin bolalar hech qaysi kira olmaydi, ko'ramiz. Hammasini oladi. Mani izumrudlarim deydimi? Men bularni ko'rib yomon bir pulga uchda bular mayli bolalar nima ham derdi. Bo'lmasa bolalar o'sha narsalar kelgandan keyin ko'ramiz. O'sha narsalarni qurib bo'laman. Qani nima bo'ladi, nima qo'yadi, ko'ramiz. Qani nima qila oladi bular. Ungacha bolalar, sizlar ovqatdan yeyotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha va men qaytgunimcha ovqatlarni yeb bo'linglar. Atak farqi ovqat bilan zo'r ketayotgan bo'lsa, bemalol ovqat bilan yeyaveringlar. Voy, bolalar, mana u qo'yish esimdan chiqibdi-ku, men bu lampa qo'yish bolalar. Mayli. Izimlarimiz qancha bo'libdi? Voy, вообще ko'p ketibdi bolalar, buni qaranglar. Okey, mayli, lekin xavfsizligimni ta'minlab qo'ydim bolalar, buni qaranglar, ana. Qishloqlar juda ham ko'payib ketgan mana. Bitta, nima qilaysan uni ustida? Nima bo'ldi senlarga? Bizga izg'urutlarni ber, yaxshilicha bo'lmasa ko'rasan. Yo'q, sizlar urushmoqchimisizlar men bilan? Hali tepaga nima qilib tayyorlab qo'yganlarim ko'rmadilaringmi? Bizga ko'p farqi yo'q, bizga izg'urutlarni qaytar. Bu izimrud meniki, san. Bolalar. Bilmadim. Arnold, Nima? bizga izg'urutlarni qaytar deyapman. Yo'qol, sizlarga izimruddan qaytardim qilaman. Bitta, men qaranglar. Uy. Qolchan qaranglar, mana shu o'zim tushayotibman o'zim tuzog'imga. Bitta shuncha qishloqlar keldimi? Bizning qishloqda даже buncha qishloq yo'q, bolalar. What the hell? Nima bo'ldi sizlarga? Qani chiqaman hozir? Qani chiqaman hozir? Oppa. Ana o'ldim. Okey, bolalar. Panika qilmaymiz. Nimaga chiqdim o'zi bu yerga? Nimaga chiqdim? Yana qaytib chiqaman-da, undan ko'ra mana bunday qilganim yaxshi edi. Sal miyacha ishlamay qoldi, miyacha tormoz berib qolishmaydi bolalar. Uning uchun uzr so'raymiz-da. Miyacha tormoz bersa hech nima qilmaydi. Xo'p, qani. Okey, mayli. Okey. Get out. Okey. Mayli, sizlarga rahim qildim hozir. Hozir ko'rsataman rahim qilishni. Qanaqa bo'lishini. Oppa. Well done. Get out. San qishloqi. Bu qishloqqa qiziqmas-ku men narsam, to'g'rimi? Lekin baribir ham get out. Oh my god, get out ketdi. Mayli, qani sizlarga yana nima? Mana bu portlataversam bo'lar, bolalar bilan prosta portlatish rejimi yoqqam yo'qda hali. Mayli. Bu bilan gaplashaylik bo'lsa. Get out. Hali ham yoqmayaptimi? Hamma narsa olaydi. Hoppa. Hop. Yaxshi. Hop. Yaxshi. Bularni ham bunday qilib qolamiz. Yaxshi. Bularni ham. Xo'p, qisqasi, bularni ham bunday qilamiz-da. Hoppa, yaxshi. Hali sal mendan ko'rasanlar. Get out. Okey. Вообще ta'sir qilmayapti. Bolalar buni ta'sir qilib o'chirib qo'yganda-man. Qo'rqitish uchun shularni ko'rsatyapman. Voy, mana buni bilganlar biladi-yu. Yehu. Boom. Короче, sakrashni ko'ryapsan. Salami? Sakrash. Hoppa. Sakrab. Hoppa. Hop. Let's go. Bol. Shuni zo'r ichyapti. Voy, yomon. Qoch. Voy.
Вообще-ku bu. Mana shuni tashlab otish kerak. O, ana ajoyib. Ajoyib, ajoyib, ajoyib. Kayfiyatlarni ko'targan holda bugun biz parvozimizni amalga oshiramiz dedik. Nima deydi? Voy, bolalar buni to'xtanglar hali bu. Oxirida buni mana bu. Vaq, to'xtayman, masala mana. Vaq, vaq, vaq. Vaq. Garuvchi bo'laman, ketdi. CS:GA ham o'ynamayman, shuni boy otolmayman. Minecraft ham otolmayman. Bir bot bola bo'lsam, botmanda bolalar ko'ryaptilar. Botman desam ishonmaysizlar. Hoppa, hop. Kez o'ynagandek bo'lyapman bolalar. Endi men otlarni otyapman, sanlarni otishim kerak o'zi aslida. Chalg'ib qoldim-da bolalar sizlarga gap gapirib. Va yana nima deb urushmoqchisizlar men bilan. Mana hammang menga yaqinlashib turgan shuni hammangga otaman. Hali bu xavfsiz rejimida bu sizlarga ta'sir qilmaydi. Sizlarga ta'sir qilayotgan qo'ysam вообще mana-da bolalar mana. Mana bu yerda S turibdi-da. Safe deganida bu xavfsiz degani. Hali ko'rsatib qo'yaman men bularga. Men bilan o'ynashibdi. Men bombani ham shunday qilib bitta otaman. Bum portlaydi. Tushunibsanmi? Ya'ni bombam qolmadi. Mayli sizlarga mana buni ko'rsataydi. Mana. Come on baby. Yo'layapmiz. Voy, ta'sir qiladimi? Uzr bolalar, uzr. Lekin baribir sizlar yonsalaringdan menga umuman farqi yo'q. Qo'shnim uyim yo'qolsam, qo'shnim shaharda zarar etgan. Hammani mana shunday qilaman. Tushunlaringmi? O'zim yondirsam bo'lar ekan. Oy, o'zim yondirib bo'lam. Yo, bolalar qaranglar, вообще yo'q. Bunday qilsam tushmaymanmi? Hoppa. Hop. Короче, nima bo'lganda ham. Короче, bolaman вообще direktam. Agar sizlarga mana shu yoqqan bo'lsa, mana shu orужие kelasi videolargacha mana shuni ishlatib yurishim mumkin. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Ardent bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bo'lib aytgancha bolalar mana bu qishloqlarni nima qilay? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli, sog' salomat. O'zimdan chiqardim bolalar. Ana nima edi? Nima deydilar? Superman. Supermanman. Mayli bolalar, sog' salomat bo'linglar.